Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimizni muntazam kuzatib kelayotgan bizni aziz muxlislarimiz, hurmatli obunachilar. Bugunda eng populyarniy trendga chiqqan kameliya gulimizni parvarishi haqida o'rgatib o'tamiz, hurmatli obunachilar. Orada juda ko'p vaqt video chiqaramadik, ozgina vaqtimiz bo'lmadi. Bilasizlar, o'zimiz ham gul sotish bilan shug'ullanamiz, shuning uchun umuman vaqtimiz bo'lmadi. Hurmatli obunachilar, hozir bu kameliya gulimiz olgandan keyin birinchi nima qilish kerakligini aytib o'tamiz. Bilasizlar, birinchi biz o'zimiz испытание qilamiz, ularda tekshirib ko'ramiz, nima qilsa, qanday qilsa yaxshi bo'lishini, hurmatli obunachilar. Shuning uchun keyin sekin hammaga aytib to'g'ri parvarishi, to'g'ri uhoti qanday bo'lishligini aytib o'tamiz, hurmatli obunachilar. Hozir bu joyda bizda kameliya gulimiz mana sotib olganingizda xuddi mana shunday holatda bo'ladi. Hozir bizda ham xuddi mana shunday holatda sotuvda bor bu. Buni olgandan keyin sirazi nima qilish kerak? Sirazi yangi tuvakka ko'chirib olishimiz kerak. Bir hafta o'tkazib yokida olgan joyingizda ekib bering desangiz ham ekib berishadi, faqat kisloy torfga. Kokosovый torfga emas. Kokosovый torf bilan kisloy torfning farqi bor. Ko'pchilik so'raydi, kokosovый torf ham bo'ladimi deb, shuning uchun aytib o'tyapmiz, hurmatli obunachilar. Kokosovый torf bo'lmaydi. U namlikni o'zida uzoq ushlaydi, u kisloy emas. Keyin limonni suvini qo'yish ham bo'lmaydi, limonli kislota qo'yib ham bo'lmaydi, hurmatli obunachilar. Ko'pchilik limonli kislota qo'yib qo'yapti, kislosti yaxshi ko'rar ekan deb. Nordon deyilganda bu o'zi spesialniy shunday torflar bo'ladi, agrobaltda kisloy bo'ladi, zeleniysi. Ana shundan foydalansanglar bo'ladi. Hozir endi ko'chirib olamiz tuvaklarga. Hozir buni o'sha paketchasini yutib olamiz. Bularda ildizlar juda ham yaxshi bo'ladi o'zi asli. Mana bu qog'oz nimaga bunday bo'lib ketgan deb o'ylaysizlar? Bu albatta ko'p suv ichganidan bo'lgan, hurmatli obunachilar. Bunga albatta ko'proq suv berish kerak. Shunda kameliyani uyingizda ham ko'kartirsangiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Bular juda ham ko'p suv ichgani uchun bizda uni ko'p suv quyilmaydi-da bunga. Ko'pchilik shuning uchun baqa olmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Bundan kattaroq idishga olsanglar ham bo'ladi. Bizda hozir kisloy bu torfimiz. Bu torfimiz hozir kisloy, mana shundan ekamiz. Ildizlarni ko'rdinglar, o'zini nimasini qoqmadik, tomirlari aylangan xom deb qo'yadi-yu, xomini, ya'ni o'zini tuprog'ini qanday kelgan bo'lsa, o'zini yurtidan ana shu tuprog'ini qoqib tashlamaymiz. Ba'zilar telefon qilyapti, qoqib qo'yibman, endi nima bo'ladi? Tomirini margansovka bilan yuvdim deganlar ham bo'ladi. Hurmatli obunachilar, unaqa qilmaymiz. Gulimiz yaxshi ko'karsin desa, prosta mana kisloy torfga ekib oldik buni. Bundan kattaroq tuvak eksanglar ham bo'ladi. Biz hozir mana shunga ekdik. Endi hozir mana kameliya gulimizga yaxshilab suv beramiz. Ertalabda, kechda mana shunday qilib suv bersanglar bo'laveradi. Bular suvdan qo'rqmaydi, baklardan, hamma yoqdan yashnatib mana shunday qilib suv bersanglar bo'laveradi, hurmatli obunachilar. Keyin buni juda ham ko'pchilik suv quymasdan quritib qo'yganlar ham bo'lyapti. Biz o'zimiz испытание qilib ko'rdik. Bizda mana juda ham ko'pgina kameliyamiz hammasini mana shunday qilib boqyapmiz, hurmatli obunachilar. Keyin ko'pchilik aytadi, bizga kelgan ekan moslashmarkan deb. Yo'q, moslashadi. Hamma gulda ham to'g'ri parvarish qilish kerak bo'ladi. Kameliya gullari keyin bir marta ochilib, keyin ochilmay qolar ekan deganlarga mana yangi bak chiqardi, yangi shox chiqardi, bu g'uncha chiqarib ketaveradi. Mana yangi bak, yangi g'uncha chiqarib ketaveradi. Mana yangi shox chiqarganda albatta mana yaqindan ko'rsanglar g'unchalari bo'ladi, hurmatli obunachilar. Shuning uchun buni salqin joyda, misol uchun yozda tashqarida turadigan bo'lsa, ko'pchilik so'raydi, shuni ham zimniymi, hovliga eksak, hovliga eksangiz bo'ladi. Keyin uni kuzda liba vakuum qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi, yokida uni uyga olib kirib ketishingiz kerak bo'ladi. O't yoqilmaydigan uyga qo'yib qo'ysa bo'laveradi, holga, mehmonxonalarga qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi, hurmatli obunachilar. Mana kameliyamiz mana shunday o'zini juda ham yaxshi his qiladi. Xuddi mana shunday qilib parvarish qilsanglar juda ham yaxshi bo'ladi, hurmatli obunachilar. Keyin qish faslida ba'zilar aytadi, что bu qishda turaveradi deb, ba'zilar aytadi turmaydi deb. Haqiqatan ham qishda turadi, faqat aytganimizdek o'rab qo'yishingiz kerak bo'ladi ukronoy materiali bilan, yokida buni o'sha gorshokka ekib turib hovliga qo'yib, keyin uyga olib kirib ketsangiz bo'laveradi.
Menimcha hamma narsani aytib o'tdik kameliya haqida, hurmatli obunachilar. Hammaga menimcha barchamizga tushunarli bo'ldi. Agarda yana qandaydir savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin yoki telefonimga telefon qilishingiz mumkin. 94 056 50 90 nomerlari bilan ulanishinglar mumkin. Telegram kanalimiz bor, Gullarimiz savdolari. U joyda bo'ladi. Ko'proq narxlari, optim narxlari, donaliklari, hurmatli obunachilar. Donaga albatta boshqa narx bo'ladi. Qanaqadir gullarimiz qiziqtiradigan bo'lsa, o'sha Telegram kanalimizga kirib ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Silkasini albatta kommentariyaga qo'yib qo'yaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.